Assalomu alaykum, hurmatli Shifokor 24 YouTube sahifasini kuzatuvchilari. Biz doim eng yaxshi mutaxassislarni olib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimizga Ipadov klinikasining bosh shifokori, juda ham tajribali plastik jarroh Abdurahmonov Salohiddin akani taklif qilganmiz. Rinoplastika amaliyoti bo'yicha eng muhim savollarga javob olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Salohiddin aka, avvalambor tashrif buyurganingiz uchun vaqt ajratib kattakon rahmat. Alaykum assalom Zohiddin aka, taklif uchun rahmat. O'ylaymanki bugungi suhbatimiz mazmunli bo'ladi va ko'pchilik qiziqtirayotgan savollarga javob berishga harakat qilaman. O'zi Salohiddin aka, mana qarang, rinoplastika operatsiyasini ko'pchilik o'tkazadi. Shu rinoplastikani o'zi nima ekanligi, qachon o'tkazilishi va bu holatga ko'rsatmalar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Rinoplastikani o'zi to'g'ridan to'g'ri tarjimasini oladigan bo'lsak, rinoplastika bu demak burunni tashqi shaklini o'zgartirish degan ma'noni bildiradi. Ko'pincha qaysi holatlarda bajaramiz bu operatsiyani? Ikkita holat: funksiyani tiklash uchun, ya'ni burunni funksiyasini tiklash uchun hamda estetik nuqsonni tiklash uchun. Nuqson deyiladimi yoki endi bilmadim. Estetikani tiklash uchun, to'g'irlash uchun. O'sha ikkita holatda ko'pincha o'tkaziladi rinoplastika operatsiyasi. Tushunarli. Rinoplastika operatsiyasini o'tkazishda yosh chegarasi bormi? Masalan, qaysidir yoshdan boshlanadi yoki qaysidir yoshdan keyin mumkin degan? Juda ham yaxshi savol. Ko'pchilik so'raydi. Rinoplastika amaliyotini bajarishga minimal yosh bu 16 yosh. Men tavsiya beraman 18 yoshni. Chunki ungacha burun strukturasidagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. To'liq yakuniga yetgandan keyin, o'sish jarayoni to'xtagandan keyin o'tkazsak bo'ladi bu operatsiyani. Yuqori chegarasiga keladigan bo'lsak, bu уже demak patsientimizning, ya'ni shu operatsiya o'tkazmoqchi, amaliyotni o'tkazmoqchi bo'lgan insonni sog'lig'iga qarab. Ya'ni narkoz berish mumkin emasmi? Tushunarli. Bo'lgan patsientlarimiz 60 yoshli patsientlarimiz bo'lgan, o'zini sog'lig'iga yaxshi qarab yurgan, demak anesteziyaga qarshi ko'rsatmalar aniqlanmagan patsientlarga ham o'tkazganmiz rinoplastika operatsiyasini. Tushunarli. Aynan mana shunaqa operatsiyalar o'tkazishda odamlarga qo'rquv borda. Asosan odamlar operatsiyaga kirishdagi qo'rquvi operatsiyani davomiyligi qancha bo'lishi, keyin narkozdan qanchada chiqadi, bemor qachon o'ziga keladi. Mana shunaqa holatlar juda ham qiziq hisoblanadi. Shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz, odamlardagi bu operatsiyadan oldingi qo'rquvlar o'rinlimi yoki ular o'ylaganchalik xavfli holat emasmi? Demak, qo'rquv hammada bo'ladi. Bu tabiiy holat. Operatsiya so'zini o'zi qo'rqitadi insonlarni. Qanaqa kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, vrachlar ham operatsiya qilamiz, даже ularda ham qo'rquv bo'ladi. Bu normal holat. Absolyut normal holat hisoblanadi. Vaqtiga keladigan bo'lsak, qanaqa rinoplastika qarab, birlamchi, ikkilamchiligiga qarab turib, endi minimum o'rtacha ayta qolaylik, hozir 1,5-2 soat birlamchi rinoplastika. Birlamchi degani, ya'ni oldin operatsiya bo'lmagan bo'lsa burunda. Birinchi marta. Qayta bo'layotgan bo'lsa, bu уже sal ko'proq vaqt. 3 soat deylik. 3 soat, 4 soat endi holatga qarab. Lekin bemor bilan gaplashayotganda, qarindoshlar bilan gaplashayotganda men har doim ko'proq qilib aytaman. 3 soat deyman, 4 soat deyman. Nega? Chunki ko'pchilik o'ylaydi, operatsiya bo'ldi, olib kirib ketdi operatsionga, sirasi operatsiya boshlandi deb. Yo'q, unaqa emas. Operatsionga olib kirib, bemorni tayyorlab, undan keyin bemorni anesteziologlarimiz uxlatib beradi. Shu yerda javob berib o'tib ketay. Ko'pchilik o'ylaydi, kim qildi mana operatsiyani? Birinchi bo'lib operatsiyada patsientlarni anesteziolog kutib oladi. Shunda adashtirishadi. Men deydi, sizni ko'rmadim deydi. Mana boshqa vrach olib kirib ketdi deydi. Bu anesteziologlar uxlatgandan keyin jarrohlar, ya'ni chiqib, men deylik operatsiyani tugataman, undan keyin o'sha uyg'otish jarayoni boshlanadi. Narkozdan uyg'otish jarayoni. Hozir O'zbekistonda Xudoga shukr eng zamonaviy narkoz preparatlari bor. Gazli narkoz beriladi patsientlarimizga. Apparatni o'chirgandan keyin patsient уже почти сразу uyg'onib boshlaydi. To'liq o'ziga kelishi, ya'ni karaxt holatga ketishi hammada har xil. 1,5 soat, 2 soat deylik. Yarim soat, 1 soat, 1,5 soat, bir xilada endi 2 soat organizmga qarab turib. O'shani hisobga olib turib, men har doim patsientning o'ziga ham, patsientning qarindoshlariga ayniqsa ko'proq vaqtni aytaman. Misol uchun 1,5 soatlik operatsiya bo'lsa 3 soat deyman. Hozirgi aytgan gaplarimni hammasini ham tushuntirib o'taman har doim. O'rtacha olganda 2-3 soatni tashkil qiladi ekan. Shunaqa desak ham bo'ladi. O'rtacha olganda operatsiya davomiyligi 2-3 soat tashkil qiladi. Reabilitatsiyasi qancha davom etadi? Ya'ni bemorlar operatsiyadan keyin birinchi hafta nimalarga ahamiyat berish kerak? Ya'ni o'sha operatsiya
asorat bermasligi uchun, qaysidir ma'noda amaliyot muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun bemorlar birinchi haftani qanday o'tkazish kerak? Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. O'zi rinoplastika operatsiyasida reabilitatsiya jarayoni 2-3 hafta deymiz. Birinchi haftasi aytganingizdek muhim rol o'ynaydi. Operatsiyadan o'zi 3 kun olib qolamiz biz patsientlarni klinikamizda. 3 kun mobaynida o'zimiz qaraymiz, o'zimiz perevyaskalarni qilamiz, назначениялар qilinadi hammasi. Patsientlardan nima talab qilinadi? Operatsiyadan keyin har bitta patsientga biz tushuntiramiz, burunni yuvish, chayish, yaralarni обработка qilish. O'sha betadin bo'ladimi, burunga yog' tomizish bo'ladimi, burunga sepadigan spreylar bo'ladi, o'shani bajarish kerak bo'ladi. Tabletkalar bo'ladi, tabletkalar vaqtida ichish. Talab qilamiz harakatlanish. Bir xil bemorlar bilasiz, yotaveradi-da, harakati kam bo'ladi. Tezroq ishlar qaytish uchun, tezroq organizm o'ziga kelishni boshlash uchun ko'proq suyuqlik iching deymiz, turing, yuring, aylaning koridorlarda, havo yaxshi bo'lsa ko'chaga chiqib aylaning, ruxsat bemalol. Asosiysi shu burunni yuvish, chayish birinchi haftasi asosiy rol o'ynaydi. Nimaga 2-3 hafta? 2-3 hafta ichida ishlar qaytib, ko'karishlar ketib, yuz atrofidagi operatsiya mobaynida termoplastlar qo'yamiz, burun ichiga splintlar qo'yamiz, shuna kichkina silikon trubkalar bo'ladi. Gipsni o'rniga termoplast degan современный yangi materiallar chiqib ketgan. Shu 10-kuni splintni olsak, 14-kuni termoplastni olamiz, shu undan keyin уже sekin-sekin patsientlar doimiy hayot tarzi deydimi, qaytaverishadi sekin-sekin. Demak, go'yoki operatsiya bo'lmaganda уже 2-3 haftadan keyin odatdagi ishiga, odatdagi hayot tarziga qaytishi mumkin. Bu esimdan chiqdi, operatsiyadan keyin ko'p patsientlarimiz уже 1,5 soat, 2 soatdan keyin bemalol o'rnidan turib yurishadi. Dod chidolmayman degan og'riqlar bo'lmaydi. To'g'ri, allamayman, diskomfort bo'lishi mumkin, nimani hisobiga? Shishni hisobiga. Shishgandan keyin teri ozgina tortilishi mumkin, o'shaning hisobiga, burun yaxshi nafas olmagani hisobiga diskomfort bo'lishi mumkin, lekin unaqa chidolmayman degan og'riqlar bo'lmaydi. Tushunarli. Juda ham kuchli og'riqlar yo'q operatsiyadan keyin. Yo'q. Tushunarli. Asosan rinoplastika operatsiyasiga qaysi kategoriya insonlar ko'proq murojaat qiladi? Ayollarmi, erkaklarmi? Ayollar. Ayollar. Chiroy bo'yicha ayollar. Funksiyani tiklash bo'yicha erkaklar. Yana bitta shu yerda ko'pchilikga qiziq bo'lgan savol, aynan mana shu rinoplastika amaliyoti o'tkazilish paytida boshqa operatsiya amaliyotlarini ham qo'shib birga o'tkazasizmi? Ko'rsatma bo'lsa agar? Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, o'tkazsa bo'ladi ham. Endi ko'proq talab nimaga bo'ladi? Rinoplastika bilan birgalikda blefaroplastika, qovoqlarni olish yoki quloq, shalpon quloqlardan to'g'rilash. Liposaksiya ham agar katta miqdorda aralashuv bo'lmasa, birgalikda bitta narkoz o'tkazsa bo'ladi. Hamda o'sha septoplastika, rinoplastika bilan septoplastika har doim birga qilinadi. Ya'ni ham demak chiroyli burun qilib berishimiz kerak, ham u burun nafas olishi kerak. Chiroyli nafas olmaydigan burun hech kimga kerak emas. O'shaning uchun u ham отдельная operatsiya, septoplastika, o'shaning uchun rinoseptoplastika deyiladi. Rinoseptoplastika, ya'ni ham septoplastika ham rinoplastika o'tkaziladi, patsientni demak xohishiga ko'ra boshqa operatsiyalarni o'tkazsa bo'ladi bitta narkozda. Shu yerda taxminan bo'lsa ham aynan mana shu rinoplastika operatsiyalarni narxlari qanaqa narxda bo'ladi odatda? Endi umumiy olib aytganda, endi to'g'ri har bitta operatsiya bu individual yondashuv, bemorning holatiga qarab belgilanadi, lekin men o'ylaymanki, o'sha qanchadandir boshlanish minimal narxni aytsa bo'ladi. To'g'ri aytdingiz. Aslida eng ko'p beriladigan savol, mana Instagram sahifamga kirsa, narxi deb so'raladi. Har doim men lichkaga yozdim, javob beraman. Nimaga? Chunki u yerda hammaga individual tarzda tanlanadi narx. Birinchi navbatda nima rol o'ynaydi? Oldin operatsiya bo'lmaganmi? Patsient qanaqa burun xohlayapti? Chunki talablar har xil. Demak, umuman yuz tuzilishi, terini qalinligi, teri osti yog' kletchatkasining qalinligi, bu hammasi rol o'ynaydi. Endi minimalni aytishim mumkin, rinoplastika operatsiyasining narxi bizani klinikada 16 million so'mdan boshlanadi, boshlang'ichi. O yochlari analizlar отдельно. Sразу aytib qo'yay, noto'g'ri tushunishmaslik uchun. Boyga aytgan omillarga qarab turib, уже o'zgaradi individual tarzda. O'shaning uchun men onlayn tarzda konsultatsiya o'tkazishni o'rtatsam yoqtirmayman. Patsientga aytaman, har doim endi taxminan narxni aytishim mumkin, to'g'ri, lekin har doim aytaman, окончательный narx 100% siz bilan ko'rishganimda, operatsiyani har bitta etapini tushuntirib berganimdan keyin siz уже to'liq qanaqa operatsiyaga kelayotganingizni, nima xohlayotganingizni bir-birimizga tushuntirib bo'lganimizdan keyin окончательный narxni chiqarib bera olaman deb har doim aytaman. Tushunarli. Amaliyotingiz davomida taxminan nechta operatsiyalar o'tkazgansiz shu paytgacha?
Boshida to'g'risini aytsam sanab boshlagandim. Ha. Keyin qanaqangidir tashlab qo'ydim bu narsani. Ko'payib ketganim uchun. Shunaqa yoki eringanim uchun desak ham bo'ladi. Taxminan endi hozirgi kunda taxminan kuniga bitta operatsiya o'tkazyapman deb hisoblasak, endi bu yerda faqat rinoplastika emasda, 500 ta deylik rinoplastika. 500 dan ortiq insonni burnini tiklab bergansiz. Shunaqa endi taxminan hozir men aniqini bilmayman to'g'risini. Albatta u aniq sonni hech kim chiqara olmaydi. Instagram sahifangizni o'sha siz bilan suhbatga chaqirishdan oldin analiz qilib chiqqanimda ko'rganimda deyarli har kun o'sha o'zingizni bemorlaringizda doposli amaliyotda qilingan holatdagi o'sha materiallarni qo'ygansiz. U yerda bemorlarning emotsiyasi odamlarda juda ham bir qiziqish uyg'otadi. Oxirgi mana shu bir 4-5 yilda rinoplastika, umuman plastik jarrohlik amaliyoti talab ortdi deb o'ylayman o'zim shifokor sifatida. Kelajakda qanaqa tasavvur qilasiz? Aynan rinoplastik amaliyotiga bo'lgan talabni. Bu ko'rsatkich shu holatda ketadimi bir xil holatda yoki bundan ham ko'proq o'sishi mumkinmi? Endi meni o'zimni shaxsiy fikrim, inshaalloh tinchlik bo'lib tursa, menimcha talab ortadi. Chunki urush bo'layotgan joyda kimga kerak rinoplastika? Hech kimga kerak emas, qo'pol qilayotganda. Tinch bo'lib tursa, menimcha ortadi talab. O'zi shaxsiy fikrim meniki. To'g'ri. Yana qanaqa amaliyotlarni o'tkazasiz? Endi u yerda sizni o'sha nimangizni kuzatganimda sahifangizda ko'proq rinoplastika qilingan plastik jarrohlik bo'yicha qanaqa operatsiyalarni o'tkazasiz? Shunaqa oxirgi payt o'zi SMMchigiz bilan birgalikda urg'u rinoplastika berildi. Chunki shunaqa to'g'ri deb bildik. Shuning uchun ko'pchilik bilmaydi ham nima operatsiyalar qilishim haqida. O'zi men nima operatsiyalar qilaman? Rinoplastika, septoplastika, blefaroplastika, qovoqlarni olish, otoplastika, shalpan quloqlarni to'g'irlash, yuz jag' sohasidagi travmalar, jag' sinishlari, jag'ni ortognatik xirurgiya, ya'ni jag'larni kattaytirish, kichraytirish, undan tashqari yuz jag' sohasidagi yaxshi sifatli o'simtalar. Endi oddiy odam uchun xavfsiz o'simtalar, lipomalar, atromalar kabi o'simtalarni olish, demak shramlarni olish operatsiyalari, demak yuz tortish operatsiyalarini ham o'tkazaman. Tushunarli. Butun yuz bilan hamma amaliyotlarni o'tkazar ekansiz. Deyarli shunaqa desam bo'ladi. Endi lekin asosan Instagram sahifadagi urg'u burunga bo'lgan, shunaqa. Burunga bo'lgan. Amaliyotingiz davomida eng o'zingiz uchun albatta bu murakkab qilgan operatsiyangiz qanaqa bo'lgan? O'sha haqida ozgina aytsangiz va qancha davom etgan bu operatsiya? Murakkab operatsiyalardan bitta sinimizni operatsiya qilgandik. Menimcha qancha yil bo'ldi? Aniq eslolmayapman. Murakkabligi nimadan iborat bo'lgan? Demak, uzoq davom etganligi operatsiyani. Vaqti mayli, qiyinchiligi sinimizda balki ko'rsalar eslaydilar meni sirazi. Ular haqida gapirayotganim eslaydi. Ularda yosh bo'lishiga qaramasdan onkologiya o'tkazgan. Demak, terida deformatsiya bor edi. Terida deformatsiya bo'lib teshilib qolgandi. Hamda demak suyaklar juda ham mo'rt edi. Juda ham sekin, akkuratni ishlashga to'g'ri kelgan. Operatsiyani o'zi davomiyligi ham uzoq bo'lgan, juda ham. Reabilitatsiyasi juda uzoq bo'lgan. Birgalikda yengib o'tdik, xudoga shukr. Yengib o'tdik. Operatsiyadan keyin bilmayman, boyaga onkologiya o'tkazganni hisobigami, endi aniq hozir javob bera olmayman bunga. Haligacha bu savol ochiq qolgan. O'zimda ham, o'sha patsientimda ham yallig'lanish jarayoni boshlandi, afsuski. Yallig'lanish jarayoni ham juda ham uzoq davom etdi. Antibiotiklarga allergiyasi ham bor edi ham. Juda reabilitatsiyasi ham og'ir o'tgan. Ham uzoq, ham qiyin o'tgan ekan. Ham qiyin o'tgan, ham uzoq, ham qiyin o'tgan reabilitatsiyasi. Shuning uchun mayli operatsiyani davomiyligi, mayli u ishlar emas, o'zi umuman olganda shu patsient bilan qiyin deb hisoblaysiz. Lekin yengib o'tdik, xudoga shukr, o'zlari xursandlar, yana hal qiladigan ishlarimiz bor. Chunki bir nechta etapni rejalashtirganmiz, keyingi etaplarga endi o'tamiz ular bilan, xudo xolasa. Xudo xolasa. Rinoplastika operatsiyasini mana shu siz juda ham ko'p o'tkazgan amaliyotlaringizdan qayta yana shu holatni qilish kuzatilganmi yo'qmi? Qaysidir bemorlaringizda? Mani patsientimdanmi yo umumiymi? Umuman o'zi kuzatiladimi yo'qmi shunaqa holat? Bo'lib turadi. Qayta demak ikkilanib, bu boyga aytgan ikkilanib. Bir marta amaliyot o'tkazib, qancha muddatdan keyin yana qayta xuddi shu operatsiyani o'tkazish. Bo'lgan, bo'ladi. Unga sabablar har xil. Hozir men sizga imminni mashina deb ayta olmayman. Bu yerda sabablar har xil bo'ladi.
основной ko'pincha uchraydigan sabablardan bittasi operatsiyadan keyin patsient qayta travma olishi. Bo'lgan patsientlarimiz menda emas, shu hamkasblarimda bo'lgan patsient operatsiyadan keyin kechqurun telefon yotgan paytda burniga telefon tushib ketgan. Demak, yiqilib tushgan, yosh farzandi urib yuborgan. Yaqinda mana bitta patsientimiz telefon qildi menga. Ko'p bo'lmagan, 3 oy oldin, 4 oy oldin operatsiya bo'lgan. Yosh farzandi urgan burunga. O'shanda deformatsiyaga uchragan. Chunki rinoplastika operatsiyasining yakuniy natijasi 1 yil. Shuni ko'pchilik bilish xohlardim, 1 yil. 1 yil ichida suyak to'qimalarni to'liq bitishi, demak, shishlarni, mayda shishlarni to'liq ketishi, burun uchini o'z joyiga turishi, ya'ni chunki 1 yil ichida ozgina burun cho'kadi-da, o'sha o'z joyiga kelishi 1 yil ichida yakuniy natijaga keladi, yakun formaga. Ungacha burun to'g'ri ozgina mo'rt bo'ladi. Biz rekomendatsiyalar beramiz. Demak, ehtiyot qilish haqida. Даже 3 oygacha ochki taqish mumkinmiz. Bo'lmasam ochki qancha gram og'irligi, o'sha ham ta'sir qiladi. O'shaning 3 oygacha ochki taqish mumkin emas deymiz. Endi travmani tasavvur qiling. Telefon tushib ketyapti-da. Qanday og'irlikda? Qanaqa og'ir telefon? Qancha chiqadi bilmasam 300 gram, 400 gram chiqsa kerak telefon. Qiyshayib qoladi bu. Undan keyin eng qizig'i повторный operatsiyani ham 1 yildan keyin o'tkaza olamiz. Ungacha o'tkaza olmaymiz, kutish kerak. To'liq o'sha qotguncha suyaklar. To'liq hamma jarayon to'xtagandan keyin 1 yildan keyin qayta operatsiyaga olib turib, o'sha ikkilamchi rinoplastika bo'ladi. Undan o'sha birinchi 1 yillikda yoki birinchi o'sha 3 oylik eng muhim deb aytdingiz, o'sha birinchi 90 kunda juda ham o'ziga ayniqsa burniga ahamiyat berish kerak ekan. Shunaqa. Bu amaliyotda yana takrorlanmasligi uchun. Shunaqa. Endi hayotiy har doimgi qotgan ishini qilib yuraveradi, ishiga boraveradi. Главное travma olmasa, udar tushmasa, shu biz aytgan narsa bilan yuvib chayib tursa bo'ldi. Muammo yo'q. Operatsiya o'tkazilgandan keyin har bir bemorga bu narsani individual tushuntiriladi. Albatta. Albatta. Doimiy ravishda spreyda sepib yurgan yoki mana shu spreylarga qaramligi bo'lgan insonlarda qanaqa operatsiyalar o'tkazasiz? O'zi unaqa patsientlarda septoplastika o'tkaziladi. Anaqa septokonxoplastika deymiz. Nimaga o'tda ham agar muammo perigorodkada bo'lsa, ya'ni burunni qiyshaygan to'sig'ida bo'lsa, burunning ichida chig'anoq degan anatomik struktura bor, o'sha shishib qolgan bo'lsa, septokonxoplastika operatsiyasi o'tkaziladi. Ko'pincha bir xil holatlarda bo'ladi, bu aytibku funksional rinoplastikada. Bir xillarda muammo nafaqat burun to'sig'ida, ham klapan deyiladi. Burunni tashqi klapanlarida ham bo'ladi. Oddiy qo'pol ko'rsatganda nafas olganda yoki umuman nafas olmagan holatda ham yopiq holatda bo'ladi. Bunaqa insonlarda o'sha funksional rinoplastika o'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni ham demak klapanlarni ochish kerak, uning uchun полностью burunni ochib ishlash kerak bo'ladi. Perigorodga ham to'g'rilanadi. Funksional rinoplastika o'tkazilayotganda men patsientlarga tushuntirib beraman, o'tida farqi nimada? Septoplastikani o'zini qilsangiz qanaqa natijaga erishamiz, funksional rinoplastika qilsangiz qanaqa natijaga erishamiz. Zaadno demak funksional rinoplastika o'tganda aytaman, agar burningizni qatida sizga yoqmayotgan bo'lsa, bittada to'g'rilab ketish imkoniyati bor. Chunki baribirga ochaman, baribirga tegaman. Shuning uchun agar qanaqangidir pojelaningiz bo'lsa, hozir ayting, to'g'rilab ketaman deb, ko'pincha aytishadi, men bunaqa qora qolaylik, bu bunaqa qora qolaylik, garbinka bo'lsa garbinkani ola qolaylik deydi, shu zaadno bo'lib ketadi. Bitta operatsiyani o'zida. Обязательно demak spreyga qaramligi bo'lgan patsientlarni men o'zi konsultatsiya jarayonida so'raladi, allergiya bor yo'qligi haqida, changlarga, hidlarga ko'proq qiziqtiradi meni. Agar yo'q, bilmayman, yoki bilmayman, ahamiyat bermaganman deydigan bo'lsa, обязательно allergologga konsultatsiyaga borishni tavsiya beraman, даже talab qilaman. Eshitgandirsiz balki, xalqda bir xil aytadi, operatsiya qildirdim, 1 yil o'tdi, yarim yil o'tdi yoki 1,5 yil o'tdi, yana spreyga qaytdim. Ko'pincha aksariyat holatda buni allergiyasi bor insonlar aytadi. Perigorodga qaytib qiyshayib qolmaydi. Demak, klapanlar cho'kib qolmaydi. Ko'pincha nima bo'ladi? Allergiya postoyanno qo'zib yurgandan keyin shilliq qavatlari shishib, yana yo'l yopib qo'yadi. Sprey ko'rgan odam nima qiladi? Yana qayta sprey sepishni boshlaydi. Boyaga nima deydi? Keraksiz gap so'zilib boshlanadi-da. Qildirdim, befoyda bo'ldi. Yana baribir spreyga qaytib keldim. Bekor vaqtim ketdi, pulim ketdi degan gaplar ko'pincha mana shu narsadan kelib chiqadi. O'shaning uchun bu yerda bitta men emas, demak allergolog ham o'rni bor. Kompleksni ichiga qilinadi. Kompleksni, demak men jarrohlik amaliyoti bilan demak yo'llarni ochib bersam, allergolog demak shu allergenlarni kontrolda ushlash deydimi? Yuklamasini kamaytirish. Yuklamasini kamaytirish. Hozir tем более vaksinalar chiqib ketgan, bilasiz. To'g'ri.
shifokor sifatida yaxshi bilamiz. Ayniqsa o'sha burun funksiyasi buzilganda u nafaqat tashqi ko'rinishga ta'sir qiladi. Miyaga yaxshi kislorod bormaganligi uchun burun to'sig'i qiyshiq, miyaga yaxshi kislorod bormagani uchun u insonni misol uchun o'zlashtirishiga ham ta'sir qiladi, uyqusiga ham ta'sir qiladi. Asabiy bo'lib qoladi. Nevropatolog sifatida shuni aytaman, bemorlar juda ham asabiy bo'lib qoladi. Ayniqsa yosh bolalar kelishadi, bir xil payt yonimda o'zlashtirish past, juda ham injiq, o'qigani bilan esiga qolmaydi deb aytadi. O'sha paytda men lorga ko'rsatishni tavsiya beraman. Birinchi navbatda agar bemor o'sha nevrologik holatida jiddiy o'zgarish topmaydigan bo'lsam, lorga ko'rsatishni aytaman. Chunki uni burun to'sig'ida qiyshiqlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha qanaqadir bir burunda to'sig'ida qiyshiqlik yoki adenoidi bo'ladigan bo'lsa, u bolani o'sha nafas olishiga xalaqit berayotgan, buni orqasidan o'zlashtirishni ham past bo'layotgan, asabiyligi ham yana kamida unaqa bemorlarni uyqusida yaxshi nafas olmagani uchun og'zini ochib uxlaydi. Bu ko'krak qafasini ham bir strukturasini o'zgarishiga, tishlarni doimiy ravishda o'sha nima bilan kontakt bo'lib turgani uchun havodan kasallanishga moyil qilib qo'yadi. Shunaqa to'g'ri aytdingiz. Oddiygina bitta burundan yaxshi nafas olmaslik, bosh miyani kislorodga yaxshi to'yinmasligi deylik, ikkita katta muammoni olib keladi. Demak, psixologik muammolar, sentralniy nervniy sistema bilan bog'liq va anatomik muammolar. Demak, o'zingiz sanab o'tdingiz, boyagi uyqusizlik hisobiga asabiy bo'lib qolish, yaxshi o'zlashtirmaslik va hokazolar. Anatomik bu o'z qisman aytdingiz, ko'krak qafasining o'zgarishi eng katta muammolar bo'ladi yuz-jag sistemasida. Chunki inson kechqurun uxlab yotganda og'zi yopiq holatda bo'lishi kerak. Ochiq holatda bo'ldimi, tishlar qiyshayishni boshlaydi, jarlar o'sishi buziladi. Shunaqa muammolar kelib chiqadi. Ko'pincha stomatologlar ham yuboradi bizga. Ko'pincha stomatolog bizga aytadi, biz deydi, o'z stomatologga boruvdik, sizlarga kelish niyatimiz yo'q edi. Sizga jo'natdi, nima muammo bo'lishi mumkin deb даже hayron bo'ladi bir xil ota-onalar. Shunaqa. Salohiddin aka, o'zi shifokor bo'lishingizga nima sabab bo'lgan? O'ylaysiz, shifokorlar bormi? Aynan o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazadigan yoki qarindoshlaringizdanmi yoki yoshligingizda kimgadir havas qilganmisiz? Oilada ota-onam shifokorlar, adam xirurglar, abdominalniy xirurg, oyimlar akshol ginekolog, opeрирующий xirurg ular ham. Qo'pol qilib aytganda boshqa hayotni ko'rmaganman. Faqat shifokorlik. Chunki birinchi farzandman. Ota-onam yangi ishga kirgan vaqtda, misol uchun dejurstvolar bo'ladi bilasiz, tем более xirurgiya sohasi, ginekologiya sohasi. Kimgadir qoldirib ketish imkoniyati bo'lmaganda, endi ko'pincha odamlar bilan ishxonaga ketardim. O'sha больницада yurardim, xonalarda uxlardim, shu больницаning ovqatini yerdim. Yoshligingizda boshqa hayot ko'rmaganman. bemorlar bilan Shu yoshligimdan shu klinikalarni, больницаlarni o'sha hidini his qilib boshlaganman desam bo'ladi. Mani yaqinlarim biladi, ko'pchilik podpischiklarim bilmaydi. Ota-onam juda ham qarshi bo'lishgan shifokor bo'lishimga. Juda ham qarshi bo'lishgan. Nima qilasan? Biza bormiz, boshqa soha tanlay qol deb endi qiyinchiligini ko'rgan holatda aytishganda. Sizni ayaganlar. Shunaqa desam bo'ladi. Yo'q, shifokor bo'laman deb institutga topshirganman. Qat'iy turganman, institutga topshirganman. Xudoga shukr, birinchi imtihonni o'zida, birinchi urinishni o'zida institutga kirib, Toshkentda o'qiganman. Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirganman. Magistraturani ham shu tugatganman, Toshkentning o'zida. Juda ham yaxshi. Shifokorlik sohasida juda ham ko'p sohalar bor. Institutga kirgan payt o'qiydigan o'sha sikllarni o'zidan ham ko'rsangiz bo'ladi bu narsani. Aynan mana shu jarrohlik yo'nalishi bo'yicha ketishingizga nima turtki bo'lgan? Terapiya yoki bir boshqa sohani tanlamasdan. O'zi bo'yiga aytganimdek, endi ko'proq barga xirurgiyani ko'rganman-da, uyda adam ham xirurg bo'lganlar, o'zi boshdan bosh niyat bor edi xirurgiya bo'lish, lekin o'sha bakalavr paytimda ozgina to'g'ri aynigan paytim ham bo'ldi. Boshqa sohalarga qiziqib, sekin nima deydi, endi to'g'ri bormaganman, praktikatsiya qilmaganman o'tda, ya'ni tajriba orttirmaganman, lekin qiziqish bo'lgan. Terapiyaga, ortopediyaga qiziqishlar bo'lgan. 4-kursligimizda yuz-jag jarrohligi sikl boshlangan. O'sha yuz-jag jarrohligida patsientlarni ko'rib, ularga ko'rsatilayotgan yordamni ko'rib, qanaqa operatsiyalar qilish mumkinligini ko'rib, shu sohaga tortib ketganman. Qiziqishingiz ortgan. Qiziqishim ortgan. Shu yerdagi ustozlarga iltimos qilib, maylimi shu tungi navbatchiligingizda siz bilan birga qolsam deb, prosta oldingizda yursam bo'ldi deb gaplashib, shu tungi navbatchilikda qolib, 4-kurslikdan boshlangan. Undan yog'iga bo'ldi, o'sha ketdi 5-kurs, magistratura. Ko'pchilik mana shu shifokorlarga oson deydi. Sodda qilib aytganda, pul topish oson, daromad qilish oson deb o'ylaydi, lekin buni orqasiga, ya'ni bu holatga kelish uchun, o'sha oson pul topish uchun
ya'ni sodda qilib aytganda, ya'ni kamroq mehnat qilib, ya'ni o'sha boshqa ishlarga qaraganda bemorni misol uchun osmotr qilish, ko'rish birmuncha sal osonroq bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin operatsiyalarda bunaqa emas. Chunki operatsiya bu jismoniy kuch talab qiladigan holat bo'ladi. Bitta operatsiyani o'ziga masalan 3 soat, 4 soat misol uchun tik oyoqda turish talab qilishi mumkin. Ayniqsa yuqorida aytganimizdek murakkab operatsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shifokorlik odamlar o'ylaganchalik oson pul topiladigan kasb emas deb o'ylayman men o'zim. Bu qaysi sohada oson? Zavqimniki oson sohani o'zi qiyin. Agar qiziqish bo'lmasa, hozir ham tanishlarim so'raydi, mendan yosh katta tanishlarim so'raydi, shu farzandimni shifokor qilmoqchiman deb. Qiziqish bo'lmasa qiyin. Biladi, o'zi hamma sohada shunaqa, faqat shifokorlik emas. Qiziqish bo'lmasa, qaysidir sohaga mehr bermasangiz, spetsialist bo'la olmaysiz-da. To'g'ri. Qiyinchiligiga chiday olmaysiz. O'zingiz bilasiz-ku, uyqusiz tunlar, yotlar, imtihon topshir, atrobotga bo'lsa-chi qancha yuraverardik ustozlar ketidan. Operatsiya birinchi marta qo'lga ushlab, skalpel ushlab, kesib, uni tikish o'tdi. Nafaqat siz aytgandek, bilim, jismoniy baquvvatlik ham kerak bo'ldi. Psixologik sog'lom bo'lish kerak inson deb hisoblayman, meni fikrim endi. Lично meni fikrim. Chunki hammaga emas, olib turib kesib, qaytib tikish. Nechta kursdoshlarimizni ko'rganmiz, xirurgiyaga qiziqish bildirib, keyin tashlab ketganligini. Endi men xirurgiyani aytmoqchiman. Umuman, ne только xirurgiya, tibbiyotni tashlab ketganlar qancha, o'zingiz bilasiz buni. Men aytmoqchi emasman, shu faqat bizda qiyin deb. Hamma sohada bo'yiga agar qiziqishi bo'lmasa, любой soha qiyin. Qiziqishi bo'lsa, любой soha oson deb hisoblayman, bu meni fikrim. To'g'ri, fanati bo'lsa. Fanati bo'lsa, o'z ishini fanati bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ustozimiz ham shunaqa deydilar ko'pincha. Qaysi intervyularda aytgandilar, Nodir Abdullayevich hozir eslolmayman. Ibatov Nodir Abdullayevich ustozim bo'ladilar, shu rinoplastika bo'yicha. O'z ishini fanati bo'lishi kerak inson. To'g'ri. Salohiddin aka, qanaqa kategoriyadagi bemorlar bilan ishlash, ularni operatsiya qilish sizga qiyinchilik tug'diradi? Ikkita kategoriya. Birinchisi, yosh bo'yicha aytaman, 16 yoshdan 20-21 yoshgacha bo'lgan patsientlar. U yoshdagi patsientlarni aksariyati o'zi nima xohlayotganini hali bilmaydi. Tasavvur qiling, yosh qiz keldi, 17 yosh, 18 yosh, 19 yosh, menga deydi burnim yoqmayapti. 17 yil, 18 yildan beri o'sha burunni ko'rib kelgan. Ko'rib katta bo'lgan. Katta bo'lgan. Men operatsiya qildim, risk yuz o'zgarib qoldi. Uni qabul qilish bor. Men 1000 ishni zo'r qilay, 1000 idealni chiqsin, lekin u o'zini o'zi qabul qila olmasa, qilgan ishingiz bir tiyin. O'zini o'zi qabul qilib tayyorlash kerak operatsiyaga oldin. Psixologik tayyor emas patsientlar. O'shaning uchun qo'rqaman. Ustozim ham ko'p aytadilar, Nodir Abdullayevich, unaqa patsientlardan qo'rqaman deb. Nimaga bo'yiga aytganimdek, qabul qila olmasa, siz qilgan ishingiz bir tiyin. O'shaning uchun даже bir xil xafa bo'lib qoladi. Yo'q, men o'sha yosh bola emasman-ku deb 20-21 yoshda kelgan patsientlarga aytaman-da, ota-onadan kimdir kelsin deb. Qanchalik bu tayyor bu operatsiyaga, qachon bu fikr paydo bo'ldi, operatsiyadagi o'zini o'zi qabul qilishga tayyormi? Вот, shunaqa patsientlar bilan ishlash qiyin, unaqa patsientlar bilan ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Ehtiyot bo'lganda, bo'yiga agar psixologik hali tayyor bo'lmasa patsient, $10,000 bermaydimi? Asabiz chidolmaydi-da. Lучше qilmagan ma'qul. Bu operatsiyani o'tkazmagan ma'qul. Ikkinchi kategoriyadagi insonlar doktorlar, hamkasblar. Nimasi bilan qiynalib ketasiz? Operatsiyadan keyin rekomendatsiyalar yozib berasiz-ku. O'ziga o'zi to'g'rilaveradi-da, aytganingizni qilmaydi. Men bunaqa dori yozib bersangiz, "Yo'q" dedi, "Men uni qilmadim" dedi, "Bunisini qildim" dedi. Baraka topgur, men bekorga yozmagandirman, men ham o'qiganman o'sha yerda desam, "Yo'q, men ham o'qiganman-ku, men ham bilaman-ku" dedi. U qiyin shunaqa patsientlar bilan ishlash. Kun tartibiga, o'zini holatiga moslab oladi. Ha, shunaqa. Salohiddin aka, rinoplastik operatsiyalarga aynan qat'iy ko'rsatma bormi? Ya'ni mana shu holatda shu operatsiyani o'tkazmasa bo'lmaydigan holatlar. Absolyutniy показания. Absolyutniy показания travma. Travmani hisobiga funksiya buzilsa. Burun funksiyasi yo'qolsa, pasaysa. Da. O'shanda aytishim mumkin, rinoplastika qilish shart deb. Shu holatda, boshqa holatda chiroyi cho'kayotganda bu пожелание, ixtiyoriy bo'ladi. Uni ham hammani olavermaymiz, отказ ko'p beramiz. Nafaqat men klinikamizda boshqa vrachlar ham bir xilda keladi, patsientlarimiz aytadi, shu qaysidir yoqmaydi-da. O'zi aniq bilmaydi, просто internetda ko'rgan, nima xohlayotganini o'zi tushunmaydi. Yoki kelishadi, mana dugonam qildirdi, men ham qilmoqchiman. Yo'q, absolyutно yo'q. Yoki bir xilda уже извращенный видение deyman, meni tilimda. Ya'ni yaxshi burun, zo'r, chiroyli, lekin yana ham o'zgartirgisi keladi. Mutaxassislikda ideal burun deb aytasiz. Ha, unda ham absolyut men patsientga aytaman, yo'q, men qilmayman.
Qatga borsangiz boring, men qilmayman deb. Sizda yaxshi hammasi. Sizda yaxshi hammasi. Bu shunaqa holatlarda yo'q deyishim mumkin. Qachon qilish shart deyishim mumkin. Bu travmani hisobiga agar funksiyasi buzilsa, funksiyasini tiklashga funksional rinoplastikada aytishim mumkin. Aynan mana shu plastik jarroh bo'lish uchun yoki o'sha plastik jarrohlik endi bu juda ham keng tushuncha. Rinoplastika bo'yicha mutaxassis bo'lish uchun albatta bu sohaga qiziquvchilar uchun berilayotgan savol qancha muddat ketadi shu kasbni o'rganish uchun, ya'ni qancha vaqtda yangi bitiruvchilar, institut tamomlaydiganlar aynan mana shunaqa sizga o'xshagan yaxshi mutaxassis sifatida tayyor bo'lishi mumkin. Qiyin savol. Mana shuncha vaqtda deb aytolmayman. Ustozlarimiz haligacha o'qishadi, biz haligacha o'qiymiz, chunki yildan yilga yangi texnikalar chiqyapti, yangi materiallar, yangi uslublar. Doimiy ravishda o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Mana shuncha vaqtda bo'ldi mutaxassis. Ya'ni qiyin savol. Demak, bu savol javobini, ya'ni yuqorida aytib o'tgan o'sha kasbini fanati ekanligi qanchalik darajada, ya'ni bunga qanchalik mehr berganligi, kimdadir haqiqatan ham tug'ma qobiliyat bor. Men shifokor sifatida aytaman, hamma ham jarroh bo'la olmaydi. Chunki men o'zim ham o'sha institutda o'qib yurgan paytim jarrohlikda ozgina fobiya bor edi menda. O'zimda qo'rquv bor edi jarroh bo'lishdan. Endi shifokor bo'lganim uchun albatta bu shu uchun aynan o'sha nevrologiya sohasini tanlaganman. Lekin kursdoshlarimiz ichida haqiqatan ham o'sha xirurgiya darsida yoki ginekologiya darsida mulyajlar bilan juda ham yaxshi ishlaydigan kursdoshlarimiz bor edi. Ya'ni ular hali xirurg bo'lib yoki o'sha operasionniy ginekolog bo'lib yetishmasdan hozirdan o'sha studentlik paytidan yaxshi ishlardi. O'sha qaychilar bilan, ignalar bilan, ip bilan xirurgiyskiy yaxshi ishlardi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, baribir sizni o'sha xirurgiya yo'nalishingizda qaysidir ma'noda odamda o'zida qiziqishdan tashqari qobiliyati ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki juda ham bir kichik sohada murakkab operatsiyalarni o'tkazish ancha mehnat, ancha mashaqqat talab qiladi. Bu uchun kimgadir 5 yil kerak bo'lishi mumkin. Aytganingizdek, kimgadir 3 yil yoki 4 yil kerak bo'lishi mumkin. Shunaqa desa bo'ladi. To'g'ri aytdingiz. Aynan mana shu sizni sohangizda ishlaydigan o'sha plastik jarrohlar, endi albatta bu sir bo'lmasa, qancha daromad ishlashi mumkin? Agar aytish imkoniyati bo'lsa yoki taxminiy chegarasi. Bilmayman. Rostdan bilmayman. Ko'p faktorlarga bog'liq. Ko'p faktorga bog'liq. Operatsiya soni, narxi, qattiq qilinyapti operatsiya. Chunki hamma joyda narx har xilda. Yaxshi yashashadi, yomon bo'lishmaydi, qora qozon qaynab turadi har holda. Salohiddin aka o'zi burun shaklini qanaqadir boshqa operatsiyadan tashqari yo'llari ham bormi to'g'rilashni? Chunki eshitganman, burnida qanaqadir muammolari bor insonlarni kosmetologga borib murojaat qilganmi? Og'riqli tema. Og'riqli tema. Sababida afsuski arzon bo'lgani uchun ko'p demak patsientlar ko'pincha o'shani hisobiga uchishadi va kosmetologga borib gel quydirishadi. Gel o'ylashadi, что bu ziyonsiz, zararsiz organizmga deb chiqib ketadi keyin organizmda. Yo'q, unaqa emas. Gel quyilgan joy chandiqlanadi, yallig'lanadigan bo'lsa даже chirib tushishi mumkin. 3 dan 4 ta men o'zimga lично murojaat qilgan shunaqa patsient 3 ta ekan. 3 ta hozir esladim. Bittasi talabam o'zimniki. Qachondir o'sha institutda dars bergan paytimda o'qitganman. Talabam geldan keyin nekroz berib burunni chirish jarayoni boshlangan. Burunni o'zgartirish kerak bo'lsak, operatsiyasiz o'zgartira olmaysizlar. Hamma patsientlarimiz buni tushunishini xohlardim. Men kosmetologlar yomonlamoqchi emasman. Gрамотный kosmetologlarimiz juda ham ko'p. Ular bu ish bilan shug'ullanmaydi ham. Chunki bilishadi shu befoydaligini, ziyonligini. Kosmetologga dash kerak ham. Chunki kosmetologlarimiz совместно ishlaymiz, shramlar bilan ishlayotganda yoki operatsiyadan keyin qaysidir qismi ozgina izyan berayotganda kosmetologga kerak emas. Lekin o'yingdagi burunni shaklini o'zgartirib yuboraman deb fillar qo'yishi yoki hozir ko'ryapmiz, bir afsuski bir xil kosmetologlarimiz даже qovoqlarni ham kesyaptimi, nimadirlar qilyapti. Afsuski uni asoratlari bilan biz kurashmoqdamiz. O'shaning uchun ogoh bo'lishini so'rab qo'ygan bo'lardim patsientlarni. Скупой платит дважды. Ya'ni kosmetologga borib bezoperatsionniy deyiladi, rinoplastika qildirdingizmi?
bizani oldimizga kelganingizda bu уже ikkilamchi rinoplastik hisoblanishni boshlaydi. 2 barobar ko'proq pul to'laysiz. Ham sog'likka, ham xarajatga Shunaqa. zarar Shunaqa. Kutilayotgan natija bermaydi. aksariyat holatda ololmaydi patsientlar. To'g'ri. O'ylaydi, chiqib ketadi organizmi. Yo'q, qoladi. Chandiqlanib ketadi, qoladi organizmi. Bu siz aytayotgan narsalar juda ham to'g'ri. O'zi kosmetologlar o'zi, gрамотный kosmetologlar bunaqa operatsiyalarni haqiqatda qilmaydi, ko'p tig' ishlatmaydi. Ya'ni kesadigan, tikadigan narsalarni Shunaqa. umuman amaliyotlarni o'tkazmaydi. Men yaqin kosmetolog tanishlarimdan ham muolajalarda ko'rganman. Faqat o'sha umumiy kosmetologik muolajalar bilan ishlashadi, ya'ni kesish, tikish holatini qilishmaydi. Chunki kosmetologiya joylarida sterilizatsiya masalasi xirurgiya amaliyotini o'tkazadigan operatsiyalarchalik mukammal va yetarlicha emas. Ya'ni bu yerda bu asoratlardan tashqari, agar mana shunaqa amaliyot qilinadigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, boshqa qon orqali yuqadigan, misol uchun, kasalliklarni ham yuqtirib qo'yish xavfi bo'ladi doim. Shuning uchun qayerni kesish yoki tikish yoki to'g'irlash kerak bo'lsa, albatta o'sha xirurgga, o'sha plastik xirurgga murojaat qilish kerak deb o'ylayman o'zim ham. Shunaqa. Qo'shilaman. Salohiddin aka, o'zi ideal burun shakli bormi? Ideal burun shakli yo'q. Nimaga? Chunki har bitta burun individual. Demak, yuz tuzilishiga, ko'z kosasining oraliqlari, yanoq oraliqligi, terining qalinligi, yana bir marta qaytaraman, teri osti yog' kulchatkasining qalinligiga qarab turib yuzga moslanadi. Har bitta burun individual, bir-biriga o'xshash burunlar yo'q. To'g'ri bor, u umumiy standartlar, ya'ni qaysi standartlar? Chiroyli bo'lish uchun burunni uchi, misol uchun, ayollarda 100-110 gradus tashkil qilish kerak bo'ladi, erkaklarda misol uchun 90 gradus. Demak, izgiblar bo'lish kerak. Lekin bitta shablon hammaga tushirmaydi. Har doim har bitta burun bu individual. Har bitta inson kabi 5 ta barmoq bir xil emas-ku. Rahmat kattakon, Salohiddin aka. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi deb o'ylayman men. Va insonlar uchun odamlar o'ziga kerak bo'lgan savollarni javobini topadi bu podkastdan. Chunki ko'pchilikni og'riqli savollariga javob berib ketdingiz. Alohida vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat. O'ylayman foydali bo'ldi. Suhbatimiz. Albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu podkastimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, keyingi sondagi foydali podkastlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Shifokor 24 YouTube sahifasiga obuna bo'ling. Biz har doim eng yaxshi mutaxassislarni olib chiqishga harakat qilamiz. Agar sizda yoki yaqinlaringizda rinoplastik amaliyotini o'tkazishga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, eng tajribali shifokorlar yig'ilgan Ibadov klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mehmoni Ibadov klinikasining bosh shifokori Salohiddin aka Abdurahmonov bo'ldilar.